Buvaydalik akalar dehqonchiliklarini yig'ishtirib bo'ldi. Ya'ni yig'im terim sezoni tugadi. Endi qanaqa sezon boshlanyapti desalaring, endi to'ylar sezoni boshlandi. Ya'ni xatna to'ylar deymizmi? Xullas dehqonchilikni yig'ishtirib olgandan keyin to'y qilaman deganlarni sezoni boshlandi. Bizda Rolito'zda mana shunaqangi to'y qiladiganlarga, xatna to'yi yoki bo'lmasa aqiqa to'ylariga velosipedlar, shunaqangi transport vositalarini xarid qilishyapti. Sizlarga bemalol tavsiya beraman. Nima uchun Rolito'dan xarid qilish kerak? Chunki bizda deyarli birinchi qo'l bo'lganligi uchun narxlar juda ham arzon, juda ham optimal variantlarda narxlar qo'yganmiz. Xullas, keyingi qatorlarimizda mana o'rta yoshdagilar, katta yoshdagilar birinchi qatorda turibdi. Baquvvat model hisoblanadi. Orqada o'rindiqlari bor. Xohlagan modeldan olishlari mumkin. Manzilni tushuntirib o'tay. Bu taraf Yangi Qo'rg'ondan kelish, Novostroyka, bu tarafimiz Buvaydaga ketish. Mana orqamda Rolito'z. Barchani kutib qolamiz. Yaxshi kunlaringda xizmatdamiz.